Operatsiya men uchun 5 daqiqalik bo'ldi. Hech qanaqa og'riq yo'q. Pushaymonmasman. Operatsiyadan keyin rosa yengilman. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bemorimiz Malikaxon. Bemorimiz ancha vaqt davomida Instagramdan bizani kuzatib, Izraeldan kelibdilar. Bemorimizda insulinga rezidentlik bo'lgan holat, ortiqcha vazn 2-daraja. Bemorimizda jig'ildon qaynashi, ya'ni ezofagit bez taqanligi sababli bemorimizda gastroshuntlash amaliyotini 4 kun oldin o'tkazganmiz. Mana holatni hozir o'zlaridan so'rab amaliyotlaganmiz. Qanaqasiz? Nima shikoyatlar bor edi? Hozir qanaqasiz? Operatsiyani qanaqa o'tkazdingiz? Assalomu alaykum. Avvalo men o'z xohishim bilan Isroildan 1 yil davomida kuzatib Instagramda sahrda moyilligim bor, ko'p ovqat yeyaverishdan, yana tinimsiz atrishka 3-4 oydan beri atrishka bo'lib kelganimda o'z xohishim bilan operatsiyaga rozilik berib kirdim. To'g'risi rosa qo'rqdim. Operatsiya men uchun 5 daqiqalik bo'ldi. Shunda ko'zimni yumdim, ochdim. Hech qanaqa og'riq yo'q. Pushaymonmasman. Operatsiyadan keyin rosa yengilman. Rahmat sizlarga. Pushaymonmasman qildirganimda. Xudo xohlasa natijalarini ko'rib boraman. O'zi menimcha 5 kilo ozdim semizlikdan. Rosa yurishim yaxshi. Operatsiya bo'lgan odamga o'xshamayapman. Niyatingizga yetasiz. Mana chiroyli go'zal bo'lib yurasiz. Rahmat, kuzatib boringlar.